Assalomu alaykum, hurmatli Yanqo'rg'onlik akalar, ukalar. Mana bugun Xudo xolasa 2025-yil 7-noyabr kuni skidkalarimiz, aksiyalarimizni e'lon qildik. Aksiyalarimiz nimalardan iborat degan aka-ukalarimizga birinchi manzilimizni tushuntiraman. Birinchi manzilimiz Yanqo'rg'on suv ombori ro'parasida. Bu yerda skidkalar dekabrda 1-dekabrgacha skidkalarimiz ochiq deb e'lon qildim. Akalar, skidkalar qarab turinglar endi. Mana bu yerda qamishlarimiz. Keling ustoylar. Mana bu yerda qamishlarimiz bor. Qamishlarimizga ko'p olaman degan aka-ukalarimizga Xudo xolasa bu qamishlarni 5,5 mingdan sotayotdik, 4,5 ming so'm qo'yardik. Ana sizlarga skidkani yangisi. Skidkani bombasi qamishdi. Mana balandligi. Mana. Meddan baland. Qamishdi balandligi. 4,5 ming so'mdan. Xo'sh, vassalarimizga keladigan bo'lsak, vassalarimiz mana aka, bular 4 kvadratga qo'yilgan, terib qo'yilgan bitta qatori. Bu vassalarimizni 20 ming so'mdan qilib beryapmiz. Optim hammasini olib ketaman degan aka-ukalarimizga 19 mingdan ham qilib beramiz. Optim hammasini olaman. Ozroq olaman deganlarga 20 ming so'mdan. Ko'mirlarimiz 1700 so'mdan 2 tonna 3 tonna olaman degan aka-ukalarimizga tosh ko'mir, qora ko'mirimiz aka unaqa 2 tonna 3 tonna olaman degan aka-ukalarimizga 1600 so'mdan qilib beraman. Mana bormi menga qo'shib aksiya qiladigan? Qani keling, aksiyani bombalari hali davom etmoqda. Xo'sh. Qani shifrlarimizga ham aksiyani e'lon qildik. Shifrlarimizga. Mana shifrlarimiz. Rizobay, o'zimizning brendimiz ostidagi shifrlarimiz. Aka, bu shifrlarni 52 ming so'mdan aksiyaga qo'yib yubordim. 52 ming so'mdan 5 yil garantiyasi bor. 5 yil garantasini beramiz va Rizobay, bu Rizobay 3ta1dagi o'zimizning brendimizdagi shifr garantiya to'lovlar bor. Keyin Quvosa cheklarimiz bor. Quvosa cheklarimizni ham 56 mingdan sotayotdik, 54 mingdan skidkaga qo'yib yubordik. Bo'lsa xalqqa bo'lsin, bo'lsa sizlarga bo'lsin. Xudo xolasa 1-dekabrgacha shoshilamiz, gruppalarga iloji boricha tarqatamiz. Kimgadir manfaatimiz tegib qolsa, misol tarqatganimizdan kimdir sizdan foydalanishi mumkin. Bunda yaxshilik ortilgan odamdan yaxshilik qoladi. Xudo xolasa shunga yaxshilik uchun like-ni bosib, gruppalarga tarqatib qo'yamiz. Yana aksiyalarimiz hali ko'p. Qani yuring. Aksiyalarning bombasi. Xo'sh. Aksiyalarning bombasi 22 ga 100 taxtalarimiz 35 ming so'mdan aksiyaga qo'yib yubordim. 22 ga 100 4 metrli 35 ming so'mdan hech kim bermaydi. Semellarimiz ko'p olaman degan aka-ukalarimizga 34,5 ming so'mdan. 34,5 ming so'mdan. Qani yuringlar. Xo'sh. Aksiyalarning bombasi, yog'ochlarga aksiyalar tushgan. Xo'sh, mana bu yerda aksiyalarimiz yana. Bu aksiyamizga tushgan 30 ga 100. Yo'q, bu 30 ga 100 emas bu. Bu 30 ga 100 taxtamizga, 30 ga qalinligi 3, bag'i 100. Bu taxtamizga 50 ming so'mda aksiyamizni 45 ming so'mdan qilib Yana aksiyani bombalari yuring. Xo'sh, trubalarga hamma narsaga aksiya qo'yib yubordim. Armaturani ham akalar, armaturani kim menga o'xshab beradigan bo'lsa kelaveradi. Armaturalar 12si 8,5 ming sotayotdik, 12 chirchiqda 8 mingdan qilib yubordim. Armaturalar 8 mingdan, 5 mingdan 12 Namangan. 5 mingdan qilib yubordim. 5 ming so'mdan 12 Namangan. Xo'sh, turbalarga ham aksiyani bomba qilib e'lon qilib tashladim. Turba profillarga akalar shundaycha ulgurji olib ketaman degan, ko'p olaman degan aka-uka, magazinchi aka-ukalarimizga akalar turbalardan mana 25 dan boshlaydigan bo'lsak, mana shu 25 2 stenkaligini 18 mingdan beraman. 2 stenkaligini 18 mingdan. Xo'sh, 20 ni 1.7 stenkaligini 13 ming so'mdan beraman. Bormi menga o'xshab beradigan? Xo'sh, yana drabilkalarda 5 ta nasatkasi bilan originali, yaxshisi, eng zo'ri drabilkalar 2 million 900 so'mdan qilib beraman. 2 million 900 so'mdan. Kim keladigan bo'lsa, Komiljon Export kanaliga podpiska bo'lgan aka-ukalarimizga
taxtalarimiz, mana bu yerda taxta firmalarimiz bor. Hali yog'ochlarimiz ko'p, turli turdagi razmerdagi magazinchi akalarimiz Kuba turaga olaman degan bo'lsa, aka-ukalarimizga Kubasini $320 qilib beraman. Shaharda Lolani o'zida ham $340, $330 eng arzon yeri. Men $320 dan beraman. Aytgan, bizda bor razmerlar, agar ma'qul keladigan bo'lsa, keling, mana shu ekran ostiga nomerlarni qoldiraman. Aloqaga chiqing, men batafsil ma'lumotni beraman yanada ko'proq. Hamma narsaga 1-dekabrgacha shoshilib qolinglar. Bu bo'lsa xalq uchun tomini yopaman degan, shoshilgan akalar, pol qoqaman degan, tezroq ulgurib olay degan aka-ukalarimizga aksiyani bomba qilib qildim. Agar mendan arzon beradigan yer bo'ladigan bo'lsa, bemalol menga murojaat qilib aytishingiz mumkin. Mendan arzon beradigan bu territoriyada hozir yo'q bo'lsa kerak. Chunki men aksiyani, haqiqatan ham aksiyani ochiq deb e'lon qildim xalqim uchun. Xalqimiz tinch bo'lsin, hammalarning jonlaring sog' bo'lsin. Ilohim, yaxshilik kunlarda ko'rishaylik. Ekran ostiga nomerlarni qoldiraman, aloqaga chiqarsizlar. Rizoboy, sizlarga xizmat ko'rsatgandan albatta mamnunmiz.